Oliy maktab imtihon berish cheklangan qalamni anglab baqqanmi? Mana mushu qalam shuki, endi unda deb qo'ysam baq qo'rqib ketmanglar. Bu qalamni nima uchun oliy maktab imtihon berish cheklangan deganda, chunki bumi bir pushaybi, kensubi deganda qalam. Lekin buningda oliy maktab imtihon berish nima uchun cheklandi deganda, chunki bu biz yozib bo'lgandan keyin uchagirilgan qalamga. Hozir mana men jildim ko'rgansizlar, men ko'kni. Endi mening keynida uçurbat qiluvdi bunu şu. Mana, ko'rdinglarmi? Bu qalamning ortiqchiligi balimiz uchun yuqurchiliklar chiqib bo'lgandan keyin kashi qarindosh ishlatmaydi. Bu qarindoshning uchni suldi, bidamni tomnish pitpagan xet satib qo'yatgan. Lekin bevosita biz ishlatadigan jo'ngshingbi degandek, manondak tiyanish berganik manda qalamlarni epasak, balalar xato yozib qo'ysa uchagil olmaydi, tugaga texnikasi quraydi deb qildik. Endi ma qalamlar naq mash kamchiliklar, ma ortiqchilikni o'zi mujassamlagan bir qalam ekanda. Masalan, buning siyosiy qandoq chiqib keldi desanglar, men bir siyosini ko'rsatay. Manondak tom holatda mana tiyanish holatda shunday chiqdi ekan. Bu qalam Ovdomay markasdagi siyoh qalam. Balkim ballariinglarga ishqanni epaqqanlar uqish mumkin. Aslında seri qaruga esib qo'ydim. Ko'k qora 2 xilga bir qatdan 12 tal chiqdi. Basi 19 koy kirasi haqsiz.